Yoshko Gvardiol, Ruben Dias va Jon Stones jarohatda. Ana endi Abduqodir Husanov markaziy himoyada asosiy o'yinchi bo'ladimi? Manchester City jarohat olgan futbolchilar o'rniga qishda yangi himoyachi olib keladimi? Keling, vaziyatga real baho beramiz. Yoshko Gvardiol 5 oyga safdan chiqdi va xorvatiyalik himoyachi uchun mavsum tugadi. Ruben Dias 1,5 oy, Jon Stones esa 1 oyda safga qaytadi. Endi faqatgina Manchester City markaziy himoyasida Abduqodir Husanov va Nathan Ake variantlari qoldi. Nathan Akeni Manchester City sotib yuborish haqida o'ylayotgandi. Biroq yuqoridagi jarohatlardan so'ng bu fikrdan jamoa voz kechdi. Tabiiyki, ikki markaziy himoyachi bilan mavsumni yakunlab bo'lmaydi. Oldinda o'yinlar hali juda ko'p va Manchester City allaqachon markaziy himoyaga yangi futbolchilarni olib kelishni boshlab yubordi. Manchester City akademiyasida tarbiyalanuvchisi bo'lgan va shu mavsum Watfordga ijaraga berilgan 20 yoshli Max Allenni jamoa ortga qaytardi va asosiy jamoa tarkibida ro'yxatdan o'tkazdi. Allen allaqachon Championshipda 17 o'yinda maydonga tushishga ulgurgan, biroq bu bilan himoyani kuchaydi deya olmaymiz. Shuning uchun Manchester City Crystal Palace'dan Mark Guehi'ni qo'lga kiritish uchun muzokaralarga kirishgan. Yozda erkin agentga aylanadigan futbolchini qo'lga kiritish uchun Manchester City yaxshigina pul sarflashga tayyor. Agar Guehi Manchesterga borishni istamasa, shaharliklar 55 millionga baholangan Dortmund himoyachisi Nico Schlotterbeckga e'tiborni qaratadi. Bu transferlar amalga oshsa, Abduqodir Husanov yana zaxirada qoladimi? Katta ehtimol bilan yo'q. Sababi Abduqodir o'ng qanot himoyachisi bo'lib o'ynadi. Markaziy himoyada ham u o'ng tomonda. Guehi va Schlotterbeck esa markaziy himoyaning chap tomonida o'ynaydigan himoyachilardir. Abduqodir bu yog'iga endi jamoaning asosiy himoyachisiga aylanadi. Ishonchni oqlashni ayni payti. Videoni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sababi qiziqarli videolar hali oldinda.